Tarixiy tong, tarixiy kun do'stlar. Jahon chempionatidagi ilk Kolumbiyaga qarshi o'yinimiz ham 1-3 hisobida o'z nihoyasiga yetdi. Sizga savol: bosh murabbiy Fabio Cannavaro Kolumbiyaga qarshi debyut uchrashuvi uchun tanlagan tarkibi qanchalik darajada o'zini oqladi? Tarkibdagi tanlovlar italiyalik mutaxassisning raqib kuchini qanday baholayotganini ko'rsatmoqda. Hozir sizlar bilan oqborilarning Jahon chempionati tarixidagi ilk o'yini uchun tanlagan tarkibi, taktik yurishlarini tahlil qilamiz. Darvozadagi barqarorlikdan boshlaymiz. So'nggi yillardagi barqaror o'yinlari va xalqaro tajribasi bilan Yusupov murabbiylar shtabining mutlaq ishonchini qozonib, Kolumbiyaning tezkor va kuchli zarbalariga ega hujumchilarga qarshi bahsda Yusupov SofaScore tomonidan 504 ballga baholandi. Tarkibdagi eng katta syurpriz Luis Diazga qarshi 18 yoshli Behruz Karimov. Eng ko'p bahs va muhokamalarga sabab bo'lgan pozitsiya o'ng qanot himoyasi bo'ldi. Kanada va Niderlandiyaga qarshi o'rtoqlik uchrashuvlarida Cannavaro bu chiziqda Farruh Sayfiyevni sinab ko'rgan. Qolaversa, jarohatidan tuzalgan Hojiakbar Alijonovning safga qaytgani ham taxminlarni o'zgartirib yuborgan edi. Biroq italiyalik mutaxassis kutilmagan va jasur qarorga qo'l urdi. O'ng qanot 18 yoshli Behruz Karimovga ishonib topshirildi. Bu juda katta tavakkal va shu bilan birga yosh iqtidorga ulkan ishonch. Siz bilan biz yaxshi bilamizki, Kolumbiyaning eng xavfli quroli Bavariya yulduzi Luis Diaz aynan shu qanotdan hamla qiladi. Bugungi o'yin yosh himoyachi uchun faoliyatidagi eng katta imtihon bo'ldi. Bu orqali u skautlar e'tiborini tortgan bo'lishi ham mumkin. Kolumbiyaga qarshi o'yin uchun Karimov 604 ballga loyiq ko'rildi. Markaziy himoyaga yetib keldik. Abduqodir Husanov va Rustam Ashurmatovning yonida 3-markaziy himoyachi kim bo'lishi ham Jahon chempionati oldidan katta jumboq edi. Nomzodlar orasida Umar Eshmurodov va Jahongir O'rozov bor edi. Ammo Cannavaro Abdulla Abdullayev variantida to'xtaldi. Bu tanlov zamirida chuqur taktik mantiq yotibdi. Abdullayev nafaqat himoyada ishonchli, balki kerak bo'lgan vaziyatda maydon markaziga ko'tarilib, tayanch yarim himoyachisi rolini ham bajara oladi. Bu o'yin davomida taktikani 4-3-3 ga osongina transformatsiya qilish imkonini berdi. Markazdagi mustahkam devor Shukurov va Mazgavoy. Tayanch zonasida Otabek Shukurovning yonida kim harakat qilishi muhim edi. Jarohatidan to'liq tiklanib ulgurmagan Odiljon Hamrobekov borasida murabbiylar shtabi tavakkal qilib o'tirmadi. Uning o'rniga Niderlandiya bilan bahsda o'zini ko'rsatgan maydonda eng kam xatoga yo'l qo'yib, foydali harakat qilgan Akmal Mazgavoy asosiy tarkibga kiritildi. Shukurov Mazgavoy tandemi kolumbiyaliklarning markazdagi bosimini qaytarishda asosiy kuch bo'ldi. Startda Mazgavoyning tushishi eng maqbul variant edi va bu o'yinda o'zini oqladi. SofaScore tomonidan Shukurov 609, Mazgavoy esa 606 ballga loyiq ko'rildi. Hujum sehrgarlari imkon qadar harakat qilishdi. Qanotlarda va hujum ortida raqib himoyachilarini dog'da qoldirishga qodir bo'lgan Oston Urunov hamda Abbosbek Fayzullayev harakat qildi. Ularning tezkor reytlari va kutilmagan paslari markazda raqibni ta'qib qiluvchi Sardorimiz Eldor Shomurodovni golli vaziyat bilan ta'minladi va Abbosbek Fayzullayev 60-daqiqada O'zbekistonning Jahon chempionatidagi ilk tarixiy goliga mualliflik qildi. Uchrashuv yakunlandi. Nihoyat bosh hakamning yakuniy hushtogi chalindi va haqiqiy drama guvohiga aylangan ushbu bahs o'z nihoyasiga yetdi. Ikkinchi bo'limga qo'shib berilgan daqiqalar, gollar, xavfli vaziyatlar va darvoza to'siniga tekkan zarba bilan futbol muxlislariga katta hayajon taqdim etdi. Ikkinchi bo'limda o'yin sifati tomonlama nisbatan tenglasha oldik. Vaziyatlar yaratishga harakat qildik, biroq pressing va hujum borasida raqib jamoaning qo'li baland keldi. Kolumbiyaga qarshi uchrashuvdan so'ng jamoamiz bosh murabbiyi Fabio Cannavaro matbuot anjumanida ishtirok etdi. O'yin qiziqarli o'tdi. Ikkinchi bo'limda biz o'yinni o'zgartirishga erishdik. Chap qanotdan imkoniyatlar yaratdik. O'yin nazoratini o'z qo'limizga olishga harakat qildik. Avvalambor biz O'zbekistonni butun dunyoga ijobiy namoyish etish uchun bu yerga keldik. Men doim jamoamga o'yin davomida faol harakat qilish kerakligini aytib kelaman. Kolumbiya singari jamoalarga qarshi o'ynash, to'psiz harakat qilish oson emas. Umuman olganda ikkinchi bo'limda yaxshi harakat qildik, biroq afsuski gol o'tkazib yubordik. Biz bu stadionda o'tgan ushbu o'yinni eslab qolamiz, chunki bu tarixiy o'yin. Biz jahon chempionatidamiz. Bugungi o'yin biz uchun yaxshi bo'ldi deb ayta olaman. Xatolar bo'ldi, ular ustida ishlaymiz. SofaScore nashri ushbu bahs uchun o'z baholarini qo'ydi. Eng yaxshi bahoni uchrashuvdagi yagona golimiz muallifi Abbosbek Fayzullayev oldi. Yarim himoyachimiz 701 bahoga loyiq ko'rildi. Boshni baland ko'taramiz yigitlar, jahon chempionatida oson bo'ladi deb kim aytgandi? Keyingi o'yinlarda natija bundan yaxshiroq bo'lishiga umid qilamiz.